Ko'pchilik kurs sotasizmi deyapti. Men kurs endi bironta programmani addush o'rgatadigan bo'lsam, конечно, vaqtim ketadi, pulimni olaman. Prям bunday katta kurslar ochib bir narsalar qilmayman qizlar, chunki men o'zim ham tovar sotaman sizlardingdek. Sizlar ham bemalol chiroyli tovarlarni olib turib, mana mendan agar xarid qilib, o'zingiz bizneslaringizni boshlamoqchi bo'lsalaringiz, aytingizlar, menga mana shunaqa tovar kerak. Men sizlarga o'sha bozorga borib, imенно o'zlaringiz uchun obzor o'sha aytgan tovarlaringizni qilib beraman. O'sha tovarlaringizni bemalol olib turib, zakaz qilib turib, bir dona bir razmerni ryaddanmi yoki boshqa bironta bijuteriyani olib turib, o'zlaringiz reelslaringizga qo'yingizlar. Mana Instagram sizlarga besplatный magazin, Telegramdan gruppa ochingizlar, WhatsAppdan gruppa ochingizlar, qo'yingizlar. Keyin o'zlaringizga nimalaringiz bor, storieslaringiz bor, hamma joyga qo'yib chiqingizlar. Imенно WhatsApp, Telegram o'sha tovarlaringizni qo'yingizlar. Ana sizlarga biznes. Uni albatta birovdan sotib olishlaringiz shart emas. Har xil pullarni ko'rsatib million sotdim, mana shu kurs deyishadi. O'shaqada o'qishlaringiz shart emas. Настройка qila olmasangiz, пожалуйста, конечно, o'rgataman, pulimni olaman. Настройкада, gap настройкада. Keyin biznes tovar tanlashda, tovarni normalniy tanlasalaringiz, o'sha tovar bilan normalniy ishlasalaringiz bo'ladi. Uni albatta o'rgatishim pulli. Biror narsani abdushi настройка qilib. Qolganlari prям реально-ku. Hammamiz ham shunday qilib sotamiz, yolg'onmi? Reelsga qo'yamiz, shortsga qo'yamiz, yana bir joylarga qo'yamiz, klient keladi, oladi, shuni sotamiz. Shundan pul qilamiz. Mana boshqa men ruslar bilan ishlaydigan kanallarim bor. Xuddi o'zim gap rus tilida, все, men yuzimni ko'rsatmayman, sotaman normalniy pul. Bu yerda endi mana sizlar uchun o'zbekistonlik do'stlar, Qirg'iziston, Qozog'istonliklar uchun, o'zimni rus Rossiyadagi do'stlarim uchun bu Instagramimni ko'proq olib boraman yoki hayotimni qo'yib boraman. Sizlar ham o'zlaringiz ishlashlaringiz mumkin. Kurs sotib olaman deb menga yozmaysizlar yoki maslahatlashaylik deb maslahatlashmoqchi bo'lsam, mana vaqtim ketadi-ku. Просто hozir WhatsAppim o'lib qolganda, to'lib ketgan. Javob berib konkretno menga ham foyda bo'lsin-da, siz menga yozayotganingizda menga foyda bo'lsin. Foyda bo'lmasa kommentariyaga to'ldirib yozib qo'yingizlar, nima sizga qiziqarli. O'shani kommentariyani o'qib, o'sha kommentariyaga men asoslab video qo'yaman. Video hamma ko'radi. Просто siz bilan gaplashib soatlab o'tira olmayman, soatlab emas, 5 minut ham o'tira olmayman. Chunki meni ham oilam bor, meni ham o'zimning ishim bor, biznes planlarim bor qizlar. Bu yerda har kun yurishim pul. Yana men dokumentlar taxlab yuribman. Bu yerda o'zimni firma, kichkina firma qilib ochyapman, u bilan yuribman. Yugurib, hali ochmayapman, hali izlanib yuribman qizlar. Shuning uchun ko'ringizlar.